Yig'ilish lager shoidi Gulbahor Xotivachi "Men lagerdan qanday hayot chiqdim" nomli kitobida u oldi bilan o'zining jazo lagerida 2 yildan ortiq chekkan azoblari va u yerdan hayot qutulib chiqish jarayonini bayon qilib o'tdi. Yaqinda Xitoy gulagidan hayot chiqqan Gulbahor Xotivachining guvohligi nomli kitob Fransiyada fransuz tilida nashrdan chiqdi. Qanday qilganda o'zining beshidan kechirganlarini texmi unumlik anglatish mumkinchiligi haqida ko'p izlangan Gulbahor xonim oxiri sarguzashtlarini kitob qilib yozib chiqishni qaror qilgan. 2020-yilning beshidan boshlab fransiyalik jurnalist Rozen Morgantning yordamida aslimalarni qalamga ilishga boshlab, yaqinda kechmishlari kitob bo'lib ro'yobga chiqqan. Lager shoidi Gulbahor Xotivachi xonim bir mehribon ona va bir ayol ziyolidir. O ailesi bilan Fransiyaga ko'chib kelishdan ilgari Xitoy bosh neft shirkatining boshqarishidagi Qarmay neft mashinsozlik shirkatining mexanik injeneri bo'lib xizmat qilgan edi. 2016-yilning oxirida u idorasi tarafidan pensiya rasmiyatlarini bajarish uchun Qarmayga chaqirtilganda, buning bir qiltoq ekanligini o'ylabmi boqmagan edi. Gulbahor xonim Xitoyga berib uzun o'tmayla tutqun qilingan bo'lib, qizi Gulxumarning Fransiyada Sharqi Turkistonning ko'k bayrog'ini tutib tushgan surati qo'lga ilinish bahonasi bo'lgan. Twitter Xitoyning Amerikada turishliq elchixonasining hisobini yaqinda ularning Uyg'ur ayollari haqida tarqatgan uchur sababli taqilganligini jakarıldi. Twitter Xitoy elchixonasining uchurini o'zlarining insonsizlashtirish, ya'ni insonlikdan chiqarishda qilmishlarning oldini olishga munosabatlik prinsiplarga xilof deb ko'rsatgan. Twitter bu vaqtdagi bayonotida mundaq degan: "Sizlarning Twitter uchuringlar bizning insonsizlashtirishga qarshi turish prinsiplarimizga xilof bo'lganligi uchun biz bu harakatni qo'llandik. Biz bir butun to'pluq yoki odamlarning dini, irqi, millati va yoki boshqa kategoriyaga asosan insonsizlashtirishga yo'l qo'ymaymiz." Xitoyning Amerikada turishliq elchixonasi 1-oyning 8-kuni Twitter'dagi rasmiy hisobi orqali tarqatgan uchurida Uyg'ur ayollarini bola tug'ish mashinasiga o'xshatish bilan birga ularga qaratilayotgan majburiy tug'mas qilish, majburiy bola tushirish siyosatlarini oqlagan edi. Mazkur uchur Amerika hukumati va boshqa nurg'un kishilik huquq organlari va faoliyatchilarining kuchli tanqidiga uchragandan keyin Twitter Xitoy elchixonasining uchurini o'chirib o'tgan. Biroq Twitter bugungi bayonida mazkur uchurni Xitoy elchixonasi o'zining o'chirishi kerakligini, agar unda qilmaydi ekan, ularning Twitter hisobini asliga keltirmaydiganligini bildirgan. Xitoyda kundalik yuqumlanuvchilar soni 150 ga yaqinlashganda, Beijing doiralari chet eldan kelganlar ijro qilinadigan 14 kunlik karantin muddatini 28 kunga chiqardi. Yangi tiplik Wuhan virusi paydo bo'lgan Xitoyda yaqinqi 24 soat ichida 144 yangi yuqumlanuvchi bayqalgan bo'lib, buning 18i chet eldan kelgan ekan. Doirlar virus sababidan qazo qilganlarning yo'qligini bildirgan. Egilenishicha, yuqumlanuvchilar Sharqiy Shimol rayoni va Rossiya chegarasiga yaqin o'lkalarga markazlashgan bo'lib, bu yerda davlatning janubiga qaraganda havo texmi sovuq ekan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerikaning yangi prezidenti Jo Baydenni tabrikladi hamda Donald Trampning mezgilida buzilgan Xitoy-Amerika munosabatini yaxshilashga chaqirdi. Ministerlikning bayonotchisi Hua Chunying vazifaga o'tirish marosimida qilgan so'zida Baydenning ko'p qatam ittifoqlik masalasini tilga olganligini ta'kidlab, buzilgan ko'riklarni qayta qurish kerakligini aytdi. Hua Chunying Beijingda o'tkazgan qarorlik muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trump davrining intayin mushkul ekanligini tilga olib, meningcha bu favqulodda avorchilik o'tib ketgandan keyin Xitoy Amerika xalqi texmo go'zal kelgusiga loyiq. Biz Baydenning Amerika hukumatida muvaffaqiyat qozonishini umid qilamiz. Iroqning poytaxti Bag'doddagi odam to'plashgan bozorda yuz bergan 2 qatimliq o'zini qo'shib hujum qilish voqeasida kam deganda 32 odam qazo qildi, 100 dan ortiq odam yaralandi. Egilenishicha, Iroq Sham Islom davlati, ya'ni Daesh bu hujumning javobgarligini o'ziga olgan. Daesh Telegramda e'lon qilgan bayonotida hujumning nishonining shialar ekanligini o'tirg'a qo'ygan. Xabar qilinishicha, soqchilar tarafidan qo'llangan o'zini qo'shib portlatuvchilar tayyoran maydonida badandagi portlatuvchiga o't yoqqan.